Chunki ular yaxshi bilishganki, bir odam Alloh yo'lida bir narsani chiqargandan keyin unga xo'jayinchilik qilmaydi. Bugun bizda odamlarda bor mana shunaqa ishkal. Bir odamga bir shart bilan narsa beradi yoki keyin bergandan keyin minnat qilib sadaqasini hafata qilib yuradi. Ba'zilar hozir nima deydi mana, bir narsa beraman faqat Alloh yo'lida ishlatasiz deydi. Farishtami odam axir? Kim faqat Alloh yo'lida ishlata oladi bir narsani? Telefon beraman faqat dars qilasiz deydi. Bu inson qilgan yaxshiligidan mukofot kutish bu. Sen Alloh uchun berdingmi, tekshirmaysan, xo'jayinchilik qilmaysan, nima qiladi? Bo'ldi, ajring sobit. Yoki ba'zilar bor, birovga shunaqa narsa beradi-da, keyin nomard, men ko'rdim uni ishlatmayapti ekan. Ko'rdim uni nimalar qilib yuribdi ekan deydi. Shuning uchun uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam itga o'xshatganlar unday qilgan odamni. Sadaqotdan qaytgan kishi qusgan, yegan itga o'xshaydi deganlar. Berib qo'yib keyin uzr deb qaytib ber deyish yoki shunaqa sen yomon narsaga ishlatibsan ekan deb qaytib ber deyish. Qusgan, qaytib yeydigan itga o'xshaydi. Bu odam haligi ishlatgan narsasi yomonlikka bo'lsa, sizniki undan battar yomon. Qusgan, qaytib yeydigan itga o'xshaydi. Bu odam haligi ishlatgan narsasi yomonlikka bo'lsa, sizniki undan battar yomon. Bismillahirrahmanirrahim. To'qqizinchi bob. Babur rajul yabta'u sadaqatahu. Kishi sadaqatini sotib olishi. Ya'ni, masalan, siz zakotga bir narsa bergandingiz yoki boshqa nafl sadaqa qilib bir narsa bergandingiz. Keyin qarasangiz, o'shani olgan odam bozorga olib chiqib sotyapti ekan. Siz borib o'shani sotib olsangiz bo'ladimi puliga? Yo'q. Hozir nimagaligi keladi hadisda. 1590-hadis Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudan. U kishi Alloh yo'lida bir otga o'tqizdilar. Keyin uni bozorda sotilayotganini topdilar. Uni sotib olishni istadilar-da, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shu haqida so'radilar. Shunda zot aytdilar: "La tabta'hu va la ta'ud fi sadaqatik." Uni sotib olma, sadaqangni qaytma dedilar. Yana Umar radhiyallohu anhu Alloh yo'lida bir otga o'tqizdi degani, jihodga deb bittasiga bir ot hadya qilgan, sadaqa qilgan. Keyin haligi odam olib chiqib sotyapti bozorda uni. Boshqa rivoyatlarda kelgan, xorlab tashagandi haligi odamni degan. O'zi yo'qli, ko'zi yo'q degandek, endi tekinga kelib qoldi deb qaramaganmi, nima qilsa qilganki, haligi otni ozdirib, to'zdirib, keyin jihodga yaramaydigan bo'lib qolgandan keyin bozorga olib chiqib sotyapti endi, ya'ni. Endi qarangda Umar radhiyallohu anhu ixlosini ham mana shunda. Haligi odamga hech narsa demagan. Nomard, senga men Alloh yo'lida minib bersam nima qilding, otda demagan. Chunki ular yaxshi bilishganki, bir odam Alloh yo'lida bir narsani chiqargandan keyin unga xo'jayinchilik qilmaydi. Bugun bizda odamlarda bor mana shunaqa ishkal. Bir odamga bir shart bilan narsa beradi yoki keyin bergandan keyin minnat qilib sadaqasini hafata qilib yuradi. Ba'zilar hozir nima deydi mana, bir narsa beraman faqat Alloh yo'lida ishlatasiz deydi. Farishtami odam axir? Kim faqat Alloh yo'lida ishlata oladi bir narsani? Telefon beraman faqat dars qilasiz deydi. Bu inson qilgan yaxshiligidan mukofot kutish bu. Sen Alloh uchun berdingmi, tekshirmaysan, xo'jayinchilik qilmaysan, nima qiladi? Bo'ldi, ajring sobit. Kim sizga faqat shu yaxshilik yo'lida ishlata oladi hozir hamma narsasini? Odam o'zining shaxsiy narsasi uchun ham ishlatishi mumkin. Lag'u uchun ishlatib qo'yadi. Haromga bo'lmagan taqdirda ham-da, ya'ni. U narsalarga keyin siz bitta narsangiz deb qiyomatda odam javobgar bo'lib yurishga kerak emas deydi. Bosh og'riq. Shunaqa narsa bu inson qilgan yaxshiligidan mukofot kutish bu. Yoki ba'zilar bor, birovga shunaqa narsa beradi-da, keyin nomard, men ko'rdim uni ishlatmayapti ekan. Ko'rdim uni nimalar qilib yuribdi ekan deydi. Siz qilgan yaxshiligingizdan ivos kutyapsiz degani. La uridu minkum jazaa'an wa la shukura. Oyatda Alloh aytgan, mo'min odam sadaqa qiladi-da, mukofot, shukrona kutmaydi. Alloh beradi. U odam nima qilgan taqdirda ham sizga ajringizni Alloh beradi. Sizniki qabul bo'ldi, ketdi. U odamdan umidingizni uzing, narsangizdan ham. Ana shuning uchun haligi odam otni qarang, jihodga deb berilgan, xorlab tashagan, lekin Umar hech narsa demaganlar. Faqat borib qaytib sotib olishni istagan, puliga u ham tekinga qaytarib ber demagan. O'zini o'sha bergan sadaqasini puliga qaytarib sotib olmoqchi, otni qaytarib olib yana yedirib ichirib jonlantirmoqchi bo'lganda. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shundan ham qaytarganlar, qarang. Sotib olma, sadaqangdan qaytma deganlar. Ko'ryapsizmi? Puliga qaytib sotib olishdan qaytarganlarmi? Endi tekinga borib haliginga janjal to'polon qilib, minnat qilib qaytib olishda endi tasavvur qiling, qanaqangi yomon ish. Shuning uchun uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam itga o'xshatganlar unday qilgan odamni. Sadaqatdan qaytgan kishi qusgan, yegan itga o'xshaydi deganlar.
Nima qilgan bo'lgan taqdirda ham nariga odam. Siz Alloh uchun deb chiqargan narsangiz, siz uni go'yoki qustus. Bo'ldi, chiqib ketdi sizdan ya'ni. Endi uni qaytib olsangiz qusganingizni yegandek bo'lasiz. Tabiiyki odam yemaydi, to'g'rimi qusganini? Kim yeydi qusganini? It yeydi. Ko'rganmisiz itlarni qusib keyin yeb yotadi o'sha narsasini. Akramakumulloh. Ana shuning uchun bunaqa qilgan odamni it tabiatiga o'xshatilgan. Ya'ni bu nima degani? Bu pastkashlik degani. Berib qo'yib keyin uzr deb qaytib ber deyish yoki mana shunaqa sen yomon narsaga ishlatibsan ekan deb qaytib ber deyish. Qusganini qaytib yeydiganiga o'xshaydi. Bu odam haligi ishlatgan narsasi yomonlikka bo'lsa, sizniki undan battar yomon. Xo'p, endi puliga sotib olish nimaga qaytarilyapti? Chunki siz pulingizga bo'lsa ham sotib olar ekansiz. Birinchidan o'sha narsa baribir sizga qaytib kelyapti. Ikkinchidan, haligi odam sizni rioyangizni qilishi mumkin endi. Siz teginga bergansiz-ku unga, to'g'rimi? Ha. U odam sizga rioya qiladi endi. Ha, bu o'zi berganda endi berib yuboravering, hech pul bersangiz bering deydi. Natijada siz o'sha sadaqangizdan baribir qisman o'ziz manfaat ko'rgan bo'lib qolasiz. Ana shuning uchun bundan qaytarilgan. Bu narsa farz sadaqadami, zakotlar? Nafl sadaqadami, ya'ni o'z ixtiyoriy birovga bir hadya narsa berdingiz. Sadaqami, hadyami, farqi yo'q. Hammasidan qaytib bo'lmaydi va uni sotib olib ham bo'lmaydi. Xuddi shunday, masalan, kafforatlarga bergan narsalaringiz ham. Masalan, qasamingizni buzganingizdan keyin kafforat berdingiz. Ramazonda fidya to'ladingiz yoki kafforat berdingiz. Ihromni buzganingiz uchun kafforat berdingiz. Mana shunaqa qilib chiqdi-ku nima bo'lsa ham sizdan. Kafforatga chiqqan narsalarni ham qaytib olib yoki qaytib sotib olib ham bo'lmaydi. Illo meros yo'li bilan kelsa bu halol bo'ladi deyishgan. Ya'ni, masalan, siz bir kishiga bir narsani shunaqa hadya bergandingiz, u aylanib sizni bir odamingizga, yaqiningizga borib yetib qoldi. U odam o'ldi keyin, endi siz undan meros olyapsiz. Masalan, dadangizga kelib qolgan aylanib. Bunga hadya qilganda oxirida dadangizga aylanib kelgan o'sha narsa. Dadangiz vafot etdi. Endi siz dadangizdan meros olyapsiz-ku, o'shanda sizga o'tadi bu halol. Chunki bu meros yo'li bilan kelyapti sizga. Uni ishda qo'ldan aylanib sotib olganingiz yo'q siz buni yoki o'zingiz qaytib olganingiz yo'q.